Shoshilinch yomon xabar dollari borlar ogoh bo'ling. Ertaga 21-oktyabrdan O'zbekistonda boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dollarning rasmiy kursi yana pastladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan amalda bo'lgan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, ma'lum qilinishicha, dollar 48,09 so'mga tushib, 12.060,15 so'm bo'lgan. Yevro esa 104,51 so'mga pastlab, 14.064,55 so'mni tashkil qilgan. Shuningdek, rubl kursi ham 0,23 so'mga tushib, 148,87 so'm bo'lgan. Ma'lumot uchun, dollarning rasmiy kursi 17-oktyabrdan buyon faqat pastlagan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.